Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Bu safargi kacholimiz Yevroxod. Bu Yevroxod eng kattasi hisoblanadi. Deyarli ishlash prinsiplari juda ham zo'r. Mali gazda ishlaydi. Deyarli kaprizni emas, faqat vaqtda qarash kerak. Kachol 3 yildan beri deyarli ko'rilmagan, profilaktika ham qilinmagan. Iltimoslardan 1 yil bir marta kacholni обязательно profilaktika qilib turing. Mana shuncha narsa, shuncha balchiq расширительный bachokda o'zidan chiqdi. Hali sistemasini uspet qilmadim video syomka qilishga va shuni o'rnida bitta narsani aytib ketishim kerakki, santexniklarga ko'proq bu bog'liq, ustanovka qiladigan odamlarga. Mana bundoq qilib yopib tashlamanglar kacholda mana. To'g'ri, chiroyli chiqaman, tepasini ham ochib tashladim. Umuman dostуп yo'q kacholda. 2 kun deyarli bu uyda egasini vaqtlari yo'q ekan. Shunga ozgina shoshilib qoldik. Kechani o'zi qilsa bo'ladi, lekin 2 kun vaqtimiz ketdi plus minus. Bitta profilaktika uchun. Shu uchun kacholda har doim ochiq dostуп bo'lish kerak. Xullas kalom, har doimgidek kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaveringlar. Pastda nomerni qoldiraman. Sog' bo'linglar. Bizani kuzatishda davom eting, uzoqlashmaymiz ham. Podpiskani tashlab qo'ysangiz ham bo'laveradi, yo'qotib qo'ymaysizlar har holda. Urgut, Samarqand bo'ylab.